Butun dunyoni lol qoldiradigan liboslar, eng mashhur yulduzlar va albatta katta bahs-munozaralar. Bugun biz Met Galaning jozibali olamiga chuqurroq sho'ng'ib, uning oddiy boshlanishidan tortib modaning eng katta kechasiga aylanish haqida gaplashamiz. Har yili may oyining 1-dushanbasida Nyu-York shahridagi Metropolitan san'at muzeyi butun dunyodagi eng taniqli shaxslarni kutib oladigan jozibali joyga aylanadi. Bu hodisa Metropolitan muzeyi san'at kostyumlari instituti foydasi sifatida atalsa ham, butun dunyoda uni hamma Met Gala nomi bilan taniydi. Qo'shiqchilar, aktyorlar, modellar, dizaynerlar va turli mashhur insonlar allambalo oddiy xalq tushunmaydigan modniy kiyimlar kiyib kechaning yulduzlariga va qizg'in muhokamalarning mavzusiga aylanadi. Yorqin liboslar va mashhur yulduzlardan tashqari, Met Gala nufuzli mablag' yig'ish tadbiridir va u yerda yig'ilgan pullar Metropolitan muzeyining modaga bag'ishlangan kostyumlar institutini qo'llab-quvvatlashga ishlatiladi. Met Galani boshqa moda tadbirlaridan ajratib turadigan xususiyati bu albatta u moda mavzulari orqali ijodkorlikka sodiqligidir. Har yili Met Gala tadbirining mavzusi har xil bo'ladi va shuning uchun kiyiladigan liboslar uslublari ham bir-biridan juda keskin ravishda ajralib turadi. Ushbu mavzular Nyu-Yorkdagi Metropolitan san'at muzeyi tomonidan diqqat bilan tanlanadi va ko'pincha xuddi shu kechada ochiladigan moda ko'rgazmasi bilan bog'liq bo'ladi. Mavzular tarixiy davrlar va turli oqim harakatlardan tortib taniqli dizaynerlarga hurmat yoki texnologiya kabi kengroq tushunchalarga bag'ishlanishi mumkin. Mavzuning doimo o'zgarishi har bir Met Galani o'zgacha va hayajonli qiladi. Dizaynerlar va mashhurlarni moda orqali turli g'oyalarni talqin qilish va ifoda etishga undaydi. Met Gala san'at, madaniyat va kutyuryeni uyg'unlashtirgan ijodiy sinovga o'xshaydi va bu uni juda ham maftunkor qiladi. Bitta gap qilib aytganda, Met Gala oddiy qizil gilam emas, bu katta bir madaniy hodisa. Met Galaning tarixi haqida biroz aytib o'tsam, hammasi 1948-yilda moda publitsisti Eleanor Lambert tomonidan kostyumlar institutiga mablag' yig'ish maqsadida ochilgan. Birinchi gala kechki ovqatdan iborat bo'lgan va bitta chipta atiga $50 turgan. U vaqtlar kechaning ishtirokchilari Nyu-Yorkning o'ziga to'q intellektual jamiyati hamda moda sanoatidan insonlar edi. Lekin hammasi 70-yillarga kelib o'zgarishni boshladi. Diana Vreeland ismli ayol institut maslahatchisiga aylanishi bilan Met Gala nafaqat mahalliy, balki global voqeaga aylana boshladi. O'sha yillari Metning ishtirokchilari Gollivud olamining eng mashhur yulduzlari Elton John, Diana Ross, Barbara Streisand va boshqalar edi va ayni o'shanda har yilgi galaning mavzulari ham o'zgarishni boshladi. Hozirda Met Galada qatnashish uchun bitta kirish chiptasi $50,000 dan $75,000 gacha bo'lishi mumkin. Umumiy joylar esa 600 tani tashkil qiladi va shu sababli institutni moliyalashtirish uchun har yili $10 million yig'iladi. Lekin albatta chipta sotib olsangiz ham u yerga kirish biz o'ylaganchalik oson emas. Texnik jihatdan pulingiz bo'lsa chipta sotib olishingiz mumkin va hatto to'liq stol bron qilishingiz mumkin, lekin bu odatda moda brendlari yoki yirik homiylar tomonidan qilinadi. Ko'p mashhur yulduzlar esa ishtirok etish uchun umuman pul to'lamaydilar. Ular dizaynerlar yoki brendlar tomonidan mehmon sifatida taklif qilinadi. Misol uchun Versace yoki Valentino kabi brendlar stol sotib olib, so'ngra ro'yxatdagi mashhurlarni yil mavzusiga mos keladigan maxsus ko'rinishda kiyintirib, ularni taqdim etish uchun taklif qilishi mumkin. Bu dizayner uchun ham, mashhur kishi uchun ham juda katta PR. Qizil gilamni millionlab odamlar ko'radi va bitta ramziy kiyim bir kechada virusni obrazga aylanishi mumkin. Shuning uchun yulduzlar bepul qatnashadi. Ular moda uylari uchun tirik reklamaga aylanadi va ularning tadbirda qatnashishi Met Galaga yana ham ko'proq obro' va shov-shuv qo'shadi. Mehmonlar ro'yxati Vogue bosh muharriri va Met Gala raisi Anna Wintour tomonidan shaxsan tasdiqlanadi. Shuning uchun qandaydir oddiy odam chipta sotib olishga qodir bo'lsa ham Wintourning roziligisiz kira olmaydi. Gap shunchaki pulda emas, bu ta'sir, dolzarblik va tadbir uchun qanchalik mos kelishingiz haqida. Qiziqarli bir faktlarni aytib o'tsam, Metda rasmga tushish yoki video suratga olish qat'iyan man etiladi. Shuning uchun Met Gala bathroom selfielar afsonaga aylangan. Tadbirda telefonlar mumkin bo'lmaganligini sababi mehmonlarga jamoatchilik e'tiboridan chetda qolish uchun imkoniyat yaratilishidir. Yana bitta qiziqarli fakt, Anna Wintour 1995-yildan beri tantananing doimiy raisi bo'lib kelgan bo'lsa ham, har yili u turli faxriy co-chair, ya'ni ham raislarni tadbirni o'tkazishda yordam berish uchun taklif qiladi. Odatda bular dunyo tanigan dizaynerlar yoki boshqa taniqli shaxslar. Misol uchun avvalgi co-chairlar orasida Rihanna, Harry Styles, Zendaya, Timothée Chalamet va hatto basketbol o'yinchisi LeBron James kabi insonlar bor edi. Endi keling eng qiziqarlisi haqida gaplashamiz. 2025-yilgi Met Gala 5-may kuni o'tkazildi va Superfine Tailoring Black Style, ya'ni ajoyib qora uslubni tikish mavzusini o'z ichiga oldi. Mavzu Monika Millerning Moda qullari, qora dandizm va qora diaspora o'zligining uslublari kitobidan ilhomlangan. Bu asar AQShning Atlantikadagi qora tanlilar kimligini shakllantirgan kiyinish uslubini o'rganadi. Hech kimga sir emas, Amerikada qora tanli insonlar bir necha asr davomida qul sifatida qaralgan va qora dandizm harakati kiyim va shaxsiy uslub orqali o'zini namoyon qilish va ijtimoiy cheklovlarga qarshi chiqish sifatida paydo bo'lgan.
Qora dandizm mag'rurlik, o'ziga xoslik va qarshilikni ifodalash uchun nafis va antiqa kiyimlardan foydalangan. Bitta gap qilib aytganda, Met Gala mehmonlari bu safar qora tanlilarning ijodkorligi va tarixini aks ettiradigan kiyimlarni kiyib chiqishi kerak edi. Obrazlar haqida gaplashsak, kelinglar, Queen Material'dan boshlab Rihannaning Marc Jacobs'dan bo'lgan kiyimiga bir qaraylik. O'ylaymanki, bu ko'rinish o'ziga xos bir jozibaga ega, lekin ko'p kritiklar aytib o'tganidek, Rihannaning xarizmasi ham katta rol o'ynagan. Misol, boshqa odam bunday narsalar kiyib chiqqanda Rihannadek slay bo'lmasdi. Yana bir syurpriz, bu Rihanna o'z sevgilisi A$AP Rocky bilan 3-farzandini kutayotganligini ayni Met Gala'da rasman e'lon qilgani. Hamma Rihannadan yangi albom kutganda, yulduz o'z biznesi va shaxsiy hayoti bilan mashg'ul. Zendaya bu yilgi mavzuni klassik 3 qismdan iborat oq kostyum bilan ifodaladi. Bulgari brilliantlaridan tashqari hammaning e'tiborini tortgan bu albatta Zendayaning unashtiruv o'ziga bo'ldi. Aktrisa o'rgimchak odam Tom Holland bilan bu yilning boshida unashtirilgandi. Zendayaning libosi qo'shiqchi Pharrell Williams tomonidan dizayn qilingan, u hozirda Louis Vuitton'ning kreativ direktori bo'lishiga qaramay, hamma uni bu qo'shiqdan tanisa kerak. Pharrell Williamsni o'zi ham bu yilgi Met'da turmush o'rtog'i bilan birga qatnashdi va hatto Galaning co-chair, ya'ni hamraisi edi. Zendayaga qaytsak, xuddi shunday obrazda yaponiyalik aktrisa va Oltin Globus laureati Anna Savay ham paydo bo'ldi. Sizga kimi chiqishi eng ko'p yoqdi? Albatta, izohlarda o'z fikringiz bilan bo'lishing. O'zi Zendayani chiqishini virusni bo'lganini yana bir sababi bu TikTok foydalanuvchisi Hazil bilan Zendaya shlapa nazariyasini taklif qilgani. Muxlislar Zendayaning shlapasi ichida o'zi aslida Tom Holland yashiringan bo'lishi mumkin degan teoriyalar bildirishdi. Nimaga desangiz, inglizchada shlapa hat bo'ladi va hat so'zida Tom Hollandning ismida bor harflar ham bor. Bu absurd, lekin kulgili nazariya tezda trendga aylandi va Zendayaning tashqi ko'rinishiga yana ham ko'proq e'tibor qaratdi. Mean Girls Kendall Jenner hamda Hailey Bieber britaniyalik dizayner Tarisheyu Dumi hamda Saint Laurent kiyimlarida paydo bo'lishdi. Kendallning blazeri, yubkasi va olmos marjonlari bir-biriga rosa yarashib, Kendallning qomatini ko'rsatayotgan vaqtda Haileyning yubka yoki shimsiz bo'lgan blazeri hammani biroz lol qoldirdi. Negativ ma'noda. Juda ham g'alati va qandaydir oddiy, lekin balki biz baland modani tushunmasmiz. A$AP Rocky ham aytgancha, bu yilgi Met'ning ham raisi bo'ldi va AWGE hamda Christian Louboutin poyabzalida kechaning yulduziga aylandi. Rihanna va A$AP Rocky bilan yana aytgancha qiziqarli voqea sodir bo'ldi. O'ylaymanki, hech kimga sir emas, Rihanna va A$AP Rocky ichida kim eng mashhurligi. Shunga bitta fotograf A$AP Rockyni solo rasmlari uchun Rihannani kadrdan chiqib turishini so'raganda, Rocky juda ham hayron qoldi, chunki uning aytishi bo'yicha doim buning aksi sodir bo'ladi va Rihannani rasmlari uchun Rockyni kadrdan chiqib turishini so'rashadi. Rocky, if we can maybe do a solo shot of you. Oh, so it's like reading. Rihanna, you mind stepping forward? Kelinglar, Anokiyaning ko'ylagiga bir qaraylik. Libos Tom Browndan ekan. O'ylaymanki, obraz unga yarashgan, lekin albatta 2024-yilgi obrazga hech qanday libos teng kela olmasa kerak. Anokni o'zi lekin albatta juda ham chiroyli va tengsiz go'zallikka ega model. Kylie Jennerning chiqishi haqida Kylie Jenner videosida gaplashgandek allaqachon model va biznesmen bu safargi galaga Ferragamodan qora korsetli ko'ylakda chiqdi va kiygan qo'lqopi, ziragi va poshnali tuflilari bir-biriga rosa ham mos tushdi degan fikrdaman. Bu tuflilar bilan ham ajoyib voqea bog'liq. Ko'rib turishingiz mumkin, ular biroz noqulay va oyoqlari sirg'anib ketmasligi uchun Kylie tuflisiga skochga o'xshagan yopishtiradigan narsa ishlatgan. Lekin keyin tuflini yechishga qiynalgan. Jenner o'zining Instagram sahifasida bu hodisa haqida shunday dedi: Max menga oyoqlarimni poyabzalga yopishtirishimni aytdi. Endi esa oyoqlarim poyabzalga yopishib qoldi. Noqulayliklarga qaramay, u keyinchalik muxlislarni oyoqlari shikastlanmaganligida ishontirib, ular yaxshi deb post chiqardi. Kylie haqida gapirdikmi, opasi Kim Kardashianni ham unutmaylik. U krokodil terisidan tikilgan korsetli top va yubkada chiqdi. Olmosli marjoni chiroyli bo'ldi juda ham, lekin shlapa jam mos kelmaganga o'xshadi. O'zi sezgan bo'lsangiz, juda ko'p obrazlarda shlapa bor va buni gala mavzusiga nima aloqasi bor desangiz, qora dandizmda, ayniqsa 18-20 asrlarda shlapalar shunchaki aksessuar emas, balki maqom, individuallik va nafosat timsoli edi. Qora tanli erkaklar va ayollar uchun yaxshi tikilgan kostyumlar, poyabzallar, qo'lqoplar va zamonaviy shlapalar ko'pincha o'z qadr-qiymatini tiklash va o'zligini ifoda etishning bir usuli edi. Aytgancha, Kardashianlar va Rihanna o'rtasidagi munosabatlar ja do'stona emasligini hamma bilsa kerak va Met'dan oldin mishmishlar yurganda Rihanna A$AP Rocky orqali Kardashianlarni Met'ga taklif qilinmasligini istayapti degan. Lekin ko'rib turganimizdek, Kardashianlarning ta'siri juda ham katta bo'lib ketgan va uchala opa-singil ham Met Galada paydo bo'ldi.
Shim va yubkasi kelgan yana bir yulduz Sabrina Carpenter bo'ldi, lekin bu uni doimgi uslubiga o'xshaydi. Blond sochlar va kalta yoqimtoy liboslar. Lekin rangi baribir yarashibdi deb o'ylayman. Shim va yubka haqida gapirdikmi, bir yo'la Lisani ham aytib o'tmasak bo'lmaydi. Blackpink guruhi a'zosi bu yilgi Metda birinchi bor qatnashib, eng janjalli yulduzga aylanishga ham ulgurdi. Lisa Pharrell Williams tomonidan ishlab chiqilgan Louis Vuitton obrazida debyut qildi. Unda qora blazer va rassom Henry Taylorning kashtadozlik portretlari bilan bezatilgan pastki kiyimi bor edi. Xo'p, muammo nimada desangiz, muxlislar yoki heyterlar kashtadozlik yuzlaridan biri fuqarolik huquqlari faoli Rosa Parksga o'xshab ketganini taxmin qildi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ichki kiyimdagi bunday tasvirlarning joylashishini hurmatsizlik deb baholab, norozilik bildirishdi. Bunga javoban Louis Vuitton vakillari bu rasmlar umuman tarixiy shaxslar emas, balki rassomning shaxsiy tanishlari ekanligiga aniqlik kiritishdi. Blackpink guruhining yana ikkita a'zosi Jennie va Rose ham Metda bu yil qatnashdi va rostini aytsam, ikkalasini ham obrazlari nihoyatda chiroyli edi. Chanel malikasi, ya'ni Jenniening kiyimi hashamatli vibe berdi va kechaning eng zo'r liboslaridan biri deb tan olindi. Rosening obrazi minimalistroq bo'lsa ham, qo'shiqchining uslubi o'zi shunaqa va o'ziga yarashdi deb o'ylayman. Ko'plar Jisoo yo'qligidan xafa bo'ldi, lekin Jisoo hozirda daramada suratga tushmoqda. Bundan tashqari hozirda Jennie, Lisa va Rose Gollywoodda ishlayotgan vaqtda Jisoo Koreya bozorini afzalroq ko'rdi va shuning uchun biz uni na Met Galada, na Coachellada ko'rdik. Sizlar nima deb o'ylaysizlar Blackpink a'zolarining chiqishi haqida? Kimning obrazi eng ko'p yoqdi, kimniki yoqmadi? Albatta izohlarda bo'lishing. Shu vaqtdan foydalanib sizlarni Telegram kanalimga taklif qilmoqchiman. U yerda siz ommaviy madaniyat va show biznes yangiliklarini kuzatib borishingiz mumkin. Havola ekranda yoki video opisangida bo'ladi. Hammani kutib qolaman. Rap qirolichasi haqida gapirsak, Nicki Minaj Tom Brown kiyim ansamblida keldi va bu qandaydir Addams Family vibe'ini berganga o'xshadi, yana bilmayman. Cardi B'ning yashil Burberry ko'ylagi rostini aytsam qora va oq rangli obrazlar ichida kreativroq bo'ldi. Ko'rinish aytgancha nafaqat qora tanli dendilar, balki Victoria modasidan ham ilhomlanib tarixiy va zamonaviy elementlarni birlashtirdi. Yana bir kreativ obraz aktrisa Demi Moore'dan bo'ldi. Rasmga bir qarab o'ylab ko'ring, bu ko'ylak sizga nimani eslatmoqda? Ha, modelyer Tom Brown bu kiyimni dizayn qilayotgan vaqtda ayni galstukdan ilhom olgan va Demi Moore'ga bu galstuk ko'ylak rostdan ham yarashdi. Bollywood qiroli ham bu yil birinchi marta Met Galada qatnashdi va haqiqiy dendi obrazida hammani lol qoldirdi. Shohruxxon bu tadbirda qatnashgan birinchi Bollywood aktyoriga aylandi, lekin boshlovchilar va umuman amerikaliklar Shohruxxon naqadar mashhur aktyorligidan bexabar bo'lib ko'ringandek tuyuldi va shuning uchun dizayner Sabayachi Mukherjee ularga Shohruxxon kimligini biroz eslatib qo'ydi. What is designed for me is what I'm most comfortable in. Because that's how I think it should be. So I'm really excited with And just the stick especially. that's cold. And just to give you a little bit of context, Shah Rukh Khan is probably one of the most famous men in the world. And his fan following is legendary. And we nearly had a stampede outside the hotel when he came out. And, you know, when you get a man like this on the red carpet, especially when it's Black Dandy, I think representation is the most important thing. And we wanted to represent Shah Rukh Khan as Shah Rukh Khan and nobody else. Aytgancha hammamiz tanigan Khloe Kardashianga ham Shohruxxonning obrazi juda yoqdi. Ayniqsa u taqqan K harfli marjoni, ya'ni King Khan. Reality TV yulduzi bu haqida Snapchatda aytib chiqdi. Khloe Kardashian Shohruxxonni qayerdan taniydi desangiz, Khloe va Kim o'tgan yili eng boy oilalardan biri Ambanilar to'yida qatnashish uchun Hindistonga borishgandi. Ayni o'shanda ular Shohruxxon haqida birinchi bor eshitishgan. O'zimni fikrimni aytsam, albatta Shohruxxonning obrazi juda hashamatli edi va o'ziga juda ham yarashgandi. Intervyu vaqtida ham o'zini kamtarona tutdi, global yulduz bo'lishiga qaramay. Intervyuverlarning xabardorligi haqida gapirsak, ba'zi amerikaliklar bir gumbazda yashayotganga o'xshaydi. Shohruxxonni butun dunyo tanisa ham ayni ular bilmasligi mumkin. Boshqa hindistonlik mashhurlar haqida gapirsak, Priyanka Chopra va uning turmush o'rtog'i qo'shiqchi Nick Jonas ham birga galada qatnashishdi. Nick biroz oddiyroq ko'rinishiga qaramay, Priyankaning libosi hammada haqiqiy nostalgiya tuyg'usini uyg'otdi. Gap shundaki, deyarli 20 yil oldin 2006-yilda Don kinosi premyera bo'lishi bilanoq Priyanka xuddi Met Galada kiyilgan ko'ylakka o'xshash libosda Shohruxxon bilan birga kino promoushionida qatnashgan edi. Va muxlislar o'sha zahotiyoq Priyanka va Shohrux shunday qilib Metda Don va Romaga aylandi deb hazil qilishdi. Ayniqsa oldin Priyanka va Shohruxxon uchrashgan degan mishmishlar ham yurganini hisobga olsak, bu hammasi yana ham kulgiliroq ko'rinadi. Lekin bu albatta aytganimdek faqat muxlislar teoriyalari. Biroz kulgili obrazlar haqida gapirsak, albatta Jaden Smithni aytib o'tish shart. Xuddi boshingizga qandaydir sim ulab olgandek. Ba'zi boshqa no comments obrazlar model Amelia Gray'da, boshlovchi Jimmy Fallon'da, aktrisa Natasha Lyonne'da bo'ldi.
Yana bir janjalli chiqish aytgancha Doechida sodir bo'ldi. U haqida eshitmagan bo'lsangiz xavotir olmang. Doechi 2025-yilda o'z rep albomi bilan Grammy yutib olgan va pop madaniyat olamida endi mashhurlikka erishayotgan ayol rapper. Ko'pincha hollarda odam endi mashhurlikka erishayotganda o'zini kamtarona tutadi va bahs munozaralardan uzoqroq yurishga harakat qiladi. Lekin Doechi Met Gala ko'rinishini paparatsilardan himoya qilaman deb o'z ishchilariga baqirib muomala qilayotganlarini videosi tarqalib ketdi va ba'zi muxlislar uni bunga kritika qilishdi. Another one, right there. And another one. I need more umbrellas. And do not let that I will not. Move these umbrellas. I don't want these people to see me. I got it. Move the umbrella. Doechining Louis Vuitton kiyimi bilan chiqishi esa mana bunday bir oddiygina bo'ldi. Bu yerda ham no comments, chiroyli ham emas, lekin yomon ham emas. Doechining hamkasblari Doja Cat va Megan Thee Stallionning liboslari misol ancha qiziqarliroq va kreativroq edi deb o'ylayman. Sizlar nima deb o'ylaysiz bu liboslar haqida? Sevimli obrazingizni albatta yozib qoldiring. K-pop muxlisi bo'lsangiz, Seventeen guruhi a'zosi S-Coups Met Galada qatnashgani haqida ham eshitgan bo'lsangiz kerak. O'zim Seventeenning muxlisi bo'lmasam ham uning chiqishi yoqdi. S-Coups o'zi biroz oldin Boss brendining global elchisi etib tayinlangandi va Met Galada Koreyaning milliy kiyimi hanbokdan ilhomlangan kulrang blazeri, shima va nakitkasi zamonaviy bir patriotik vibe berib turdi. Boshqa yulduzlar haqida qisqacha gapirib o'tsak, albatta Diana Rossni unutish katta xato bo'lardi. Boshida aytib o'tganimdek, Met Gala 70-yillarda endi katta moda tadbiriga aylanayotgan vaqtda ayni Diana Ross kabi yulduzlar birinchilardan bo'lib u yerga taklif qilingandi. Bu yil 81 yoshni kutib olgan afsonaviy qo'shiqchi va aktrisa mana deyarli 20 yil ichida birinchi bor Met Galada chiqish qildi va juda nafis uzun oq libosida kechaning eng kutilgan yulduzlaridan biriga aylandi. O'tgan asrning yana bir ikonasi Madonnani ham unutmaylik. Pop qirolichasi oq kostyum shim obrazini tanlab o'sha derski qandaydir vibe-ni berdi. Va albatta EGOT, Emmy, Grammy, Oscar, Tony sohibasi Whoopi Goldbergni ham ko'rib juda xursand bo'ldim. Aktrisa ham Tom Browndan bo'lgan shlyapa va ko'ylakda chiqdi va hammaga ayniqsa uning uziklari va finger capslari rosa yoqdi. Georgina Rodriguez, Tyler, Jenna Ortega, Anna Hathaway, Gigi Hadid, Shakira, Dua Lipa hamma yulduzlarning chiqishlari menga yoqdi, lekin aytib o'tganimizdek mavzu qandaydir dabdabali emasdi va og'zimiz ochilib qoladigan qandaydir chiqishlar umuman ko'p bo'lmadi deb o'ylayman. Metda o'zi Taylor Swift, Billie Eilish, Selena Gomez, Beyonce, Ariana Grande, Blake Lively kabi yulduzlar kutilgandi, lekin ular kelishmadi. Sabab nima desangiz, buni hech kim aniq bilmaydi. Selena Gomez misol oxirgi marta Metda 2018-yilda qatnashgan va tadbirga qiziqishi umuman balki qolmagandir. Metning har yilgi yulduzi Blake Lively'ni esa aktyor Justin Baldoni bilan sudi tufayli hozir butun internet shu qadar yomon ko'rib qolganki, tadbirga kelmaganligi afzalroq. Ammo galada ba'zi sevimli yulduzlar ishtirok etmagan bo'lsa-da, muxlislar sun'iy intellektning sehri tufayli har xil obrazlar yarata oldi. Misol Katy Perry kabi mashhur shaxslarning AI rasmlari butun internetda edi va hatto Katy Perryning o'zi ham rasmlardan naqadar haqiqatga yaqinligini ko'rib hayron qoldi. Bu videoda barcha yulduzlar haqida albatta gaplasha olmadik, chunki rostini aytsam o'zim dizayner emasman. Yulduzlarning obrazlarini tanqid qilish uchun dizaynerlik diplomim ham yo'q, shunga video biroz oddiyroq chiqib qoldi. Nima bo'lsa ham tomosha qilganingiz uchun rahmat. Sizga qaysi obrazlar yoqdi, kimni Met Galada kutgandingiz, kimni kutmagandingiz, albatta izohlarda bo'lishing. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, unga like bosishni unutmang. Ko'proq kontent uchun obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.